Assalomu alaykum. Modiydan Sado kanalining ashaddiy obunachilari. Birazga Rossiyada biz Qodirov TV akademiyani Xudo xolasa ukamizga bitta ichkariga kirib sensatsiya qilib beraman. Ukam doim sotilganlarni oladi. Fikrlarni olib beraman. Videoda boshdan like bosib, kim qayerdan ko'ryapti yozib tursanglar, Xudo xolasa biz boshlab yubordik. Qimmat sigirlarni ko'raman deydiganlar bo'lsa, Qodirov TV 2 ga o'tsanglar, qimmat sigirlar syomka qilib berganman, alohida qilib bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi, xabari yo'qlar. Bolasi buqa o'zimizni g'irt jaydari, buqagana bolasi aka. Nechinchisi bu? To'rtmi? Uchinchisimi? Xo'p, uchinchi bolasi. Jaydari. Yelinini ko'raman deganlarga. Bolasi emib qancha sog'ib olyapsizlar? 8 litr sog'ib 8 ta. Nech pul aytyapsiz ertalabda? 27 million kami bor, xudo xolasa. Pul bermadimi ertalabda? Pul berishdimi? Berishyapti. Nech pulga turibdi hozir? 24 million. Oz qolibdi, xudo xolasa aka, savdoyingiz bersin. Mana. Bolasi bu qancha ekan mana bu? Xudo xolasa. Enasi mana ko'rinish holatda. Zo'r savdoyingiz bersin aka. Yonida xuddi shunaqa turibdi pashti, bolasi buni ham o'qi ekan. Nechinchisi bu aka? 5-inchisi. 5-bolasi qocha. Suti bormi? Bor. Nechta? 7 litr. 7 ta suti bor. Nech pul aytyapsiz? Buni aka 26 deyapman, 22 qilyapti. 26 million aytilyapti, 22 ga berilmayapti hozircha. Mana do'stlar, yelini, orqasi, xullas molimizni ko'rinish holati. Zo'r savdoyingiz bersin aka. Mana. O'zimizni jaydari mollar. Ko'pchilik so'ragan. Mana. Kichkinagina ixchangina mol ekan. Zo'r. Bu olindimi aka bu? Nech pul aytyapsiz buni? 28 million. Bolasi xunajinmi? Bolasi xunajin, 28 million. Xullas molni suyagi yo'g'on. Nechinchisi bu? 4-bolasi. Sut qancha beryapti aka hozir? 14 ta sut beryapti. Hech pulga bermaysiz ertalabda. 23 million 200 ga. 23 million 200 ga. Gap yo'q. Zo'r, savdoyingiz bersin aka. Mana shunaqa mollar. Suyagi yo'g'on, sichqon teri. 14 ta suti bor ekan. Zo'r, savdoyingiz bersin aka. Navbatdagimiz ham mola o'zimizni jaydari mollardan. Bolasi buni qo'chi. Bolasi bu qo'chi ekan amak. Salom. Nechinchisi bu amaki? 3-inchisi mana shu. 3-chi? Nechta sut beryapti endi? 8 ta sut beradi. 8 ta suti bor. Nech pulga bermaysiz ertalabda? Aka berasizmi? Hozir savdo qilishyapti. Mana o'zi Nech pul bersiz amaki? 22,5. Oz qoldimi amaki? Moskva bo'lsa. Ya bu bozorlarni bersin. Yarim. Kichkinagina uchinchisi ekan, lekin ixchangina chiroyli mol ekan do'stlar. Mana yelini ham o'zi aytib turibdi. Zo'r. Xo'p, buni yonida shunga o'xshaganidan. Qocha amaki? Qocha. Bolasi bu qocha. Nechinchisi bu? Birinchi bolasimi? Bu emib qancha sut beryapti endi birinchisiga? 5 litr suti bor, hozir 3 oylik bo'ldi. Ha, 2 oylik bo'g'oz, 5 ta suti bor. Bolasi bu qocha, birinchisi, ikkinchisi qonida. Nech pul aytyapsiz endi buni? Aka buni 26 million 26 million kami bor, 23 millionga bermayapsiz. Ha, 23 million 500. Oz qoldimi? Gap yo'q, aka savdoyingiz bersin ha. Mana do'stlar, birinchi tug'mas ekan, qonida ikkinchisi. 2 oylik bor ekan. Bolasi uni olagida chiroyli ekan. Bular sotilib ketadi do'stlar. Savdoyingiz bersin ha. Xo'p, to'qol variant kimdan ekan bu? Yaxshi narsa ekan, lekin egasi yo'q. Egasi borlarni olaylik. Bunisi xunajin. Nechinchisi ekan bu aka? Ikkinchi bolasi xunajin. Qonida bormi, yo'qmi? Bor ekan, yo'q aka. Qonida bir oylik bor. 8 ta suti bor ekan. Qonida bor, bir oy bo'libdi. Bu uzun mol ekan. Qo'yoq suyuni yo'qlar aka. Yaxshi. Yaxshi? Ha.
Necha pulga bermadik endi buni? Ertalab. 27 milyon 500 da turib. Oz qoldimi? Xudo xolasa. Oz qoldi, xudo xolasa. Gap yo'q, savdoyingiz bersin aka. Yo'q, qani ketdik. Bumbaga nog'ora, bumbaga bugun. Faqat olalar olamiz ekan ko'proq bor. Bolasi nima ekan? Bolasi xunajon ekan-a. Enasini o'zi bo'pti ama bor bolasi. Mashallah, qarang, oyoqlari ham bir xil ekan bor. Yelini. Necha ikkinchi bolasi bu? İkinci bolasi. Olti kilo, ikkinchi bolasi. Xo'p. Sut ha, qonida bo'lishi ham mumkin-a. Necha pul aytyapsiz endi aka? 28 milyon omonachilarimizga kami 28 milyon kami bor. Buni endi pul berdim ertalabda. Realni qo'lingiz qisgani bo'ldimi? Necha pulga bermadi? 24 milyon 500 da turibdi. Aka Bizden bozorda necha hayiq turadi o'zinglar yaxshi bilasizlar. Endi jaydari chiroyli mol, yomon emas. Molni yomoni bo'lmaydi, просто baxshiga qarab. Mana do'stlar, bolasi. Xo'p. Buni endi bugun aniq sotib yuboramiz aka, xudo xolasa. Shunga o'xshagan birinchi tug'ma, ikkinchi tug'malar bo'ladimi? endi bizni anasidan bo'ladi. Eshikadagi Qo'rg'ontepada. Yana ishonishga, sinashga mol berasizlar. 5 milyon berib kelsa ham bera olaman 800. Eshitdinglar, eshitmay qo'ygan bo'lsanglar qaytaraman. Bitta molni oldinglar, 5 million berdinglar, sinashga berasizlar. Shunaqa akalardan nomer bering-dagi. 88lik 071 0424 ga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib beradi mana. Bir qo'lda mol, o'zak bir qo'lda saqib qo'yapti. Qisqasi shunaqa yuvosh mollardan kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar keyin, xudo xolasa. Chiroyli qilib beradi. Eng qizig'i, meni olma deydiganlardan emas. Mana shu akamiz o'zi 5 million pulni berasizlar, olib ketishni olib qolganini beraverasizlar. Zo'r aka, savdoyingiz bersin aka. Ha, Qo'rg'ontepani o'ziga, xudo xolasa. Ha, yo'q, albatta. Qo'rg'ontepalik bo'lsa, sizdan oladida qo'rqmang. Ha, u yoqqa ketdi. Qo'rg'ontepa tumani. Bo'ldi. Gap yo'q aka, savdoyingiz bersin. Eshitdinglar, qadrdonlar. Hozir aldar go'salar ko'p, shuni hisobiga ham oson bo'lmayapti. Mol olib, mol baqish. Hop, bu yerda mana bolasi xunajon ekan. Mashalloh, uzunligini qaraydi. Enasi mana. Bu qonida ham bormi, amak? Yo'q. Qonida yo'q. Birinchisimi? Ikkinchisi. 8 litr. 8 ta, yemab 8 ta beryapti. Necha pulga bermadingiz deyman endi, ertalabda so'rashganda. 30 milyon so'rashdi. Bermayapsiz 30 millionga. Gap yo'q. Ikkinchi bolasi ekan, uzunligini 8 ta bolasi ham mashalloh, qashti bir xilda bo'lar ekan, uzunligini qaranglar buni. Zo'r. Amak shunga o'xshaganlardan ko'pmi edi yo mashhurmi? Bitta bor endi u sotilmaydi. Sotilmaydi. Gap yo'q. Savdoyingiz bersin amaki. Rahmat. Mana do'stlar. Oldi, orqasi deysizlar mana. Mana yelini. Bular dimlanmaganligi bilinib turibdi. Zo'r. Yana yana bitta turibdi, reji bolasi. Enasi ham yaxshi narsa ekan. Kimdan ekan sizlardanmi aka? Ya u mari molga o'xshab ketar ekan, yoshroq. Nechinchi bolasi aka bu? Birinchisi. Birinchi bolasi. Bunachi. Asi emib, nechta sog'ib olyapsizlar? 7 ta, 8 ta. 7 ta, 8 ta sog'ib olyapsizlar. Nech pulga bermaysiz ertalabda aka? 26 milyon 500. Birinchi bolasi ekan, birinchi bolasi ham xunachi 30 million kami bor. Zo'r, bo'ylari 1.35 plus. Baland, bor-ku, baland, zo'r. Savdoyingiz bersin aka. Bu yerda yana bitta turibdi. Xo'p.
O'zimizni g'irt jaydari bu ham. Mana yelin holatlari ham. Uzun ekan bola. Ham yaxshi deydi. Xullas. Bu bolasi qo'ygan ama boru. 1, 2, 3-chi bolasi ekan menimcha bu bola. Nech pul aytyapsiz aka? 38 million. 3-chi ekana? 10 ta suti bor, 38 million. Kami bor. Bola chiroyli ekan ama bola. Chiroyli narsa. Savdo bo'lyapti. Endi hali har xil odam bor savdoga shunday kirib telefonni chiqarib olsang, ko'pchilikka yoqolmaydi aniqroq. Nima bo'ldi? Oldinglarmi buni? Uzr aka. Sotilyaptimi? Nech pul aytilyapti endi bu? 40 bolasi bilanmi? Qonida ham bor. 2 oy bo'ldi. Endi nechinchisi narigi? 3-chi qonidagi 4-chisi. Suti qancha endi hozirgi onasiga? 7 ta 8 ta? 40 kami bor. Deyitcha qo'shib yorsa berib yuboraman degani bo'ldimi, bo'lmadimi? Ozgina qo'shib berib yuboraman degan narx bo'ldimi? 33. Oz qoldi xudo xolasa. Gapga savdoz bersin aka. Xo'p, mana bolasi, xunajin. Bolasi o'cha katta bo'lib qo'ygan bor. Qonida bor xudo xolasa. Gumon deyapti, lekin bor. Zo'r savdoz bersin-a. Xullas, yakshanba kuni kelaverasizlar. Mana shu tarafda tepada kattalari bo'ladi, qimmatlari ichkarida, o'zimizning joydari qimmati ham puliga yarashasiz. Xo'p, sog' bo'lasizlar, hammanglarga omad. Qodirovda 2 kanalini bilmaydiganlar bo'lsa o'taverasizlar. Udar qo'y bozor, mol bozor, xullas hammasi bor.